Nimaga sizni chaqiradi emasa o'zlari uyda ish qilsa deb kimdir yozib yuboribdi. Prosta bularda farosat bor, qoni qaynaydi bularda. Mana shu bir asr yashab qo'ygan kampircha u yoqqa o'tsam bu yoqda ish qilayotgan bo'ladi, u tomonga o'tsam u tomonda ish qilib yotgan bo'ladi. Ish qilib tinmaydi bor-ku. Gullarni polностью qurgan barglarini olib, tozalab yotibdi yerlarini yumshatib. Qizi esa bu yoqda ovqatchalarni ilib qo'yibdi. Mana esa o'tirdim kofe ichishga. Pilisosimni o'rtaga qo'yib qo'ygan ekanman. Kampirni kelayotganini ko'rib, hozir olib qo'yaman desam, "Yo'q, qo'yaver, sakrab o'taman" deydi. Voy o'lay dedim. 95 yosh bo'lib turib sakrab o'taman debdimi, bu maynakda oyog'im og'riydi deb qo'yaman deb uyalib qoldim keyin. Mendan charchamaysizmi deb so'rashadi. Voy qanday charchayman? Mana yerda bir asr yashab qo'ygan kampircha tinim bilmasdan ishlab o'tgandan keyin men qanday aytaman charchadim deb. Uyingga shunaqa живой archalarda shoxchalarini kesib olib ketdiganda shunaqa qattiq ekan, qo'llarimga tikonaklari kirib ketdi. Kesepani o'chimda o'ylayman, endi zagirtdan shu daraxt shoxlarini ko'tarib boramanmi deb. Bu uy shunaqa ertak uyga o'xshaydi, prosta videoga sig'maydi. Eng qiziqarli joylarini hammasini istoriyaga qo'yib boryapman. Istoriyada ham meni kuzatib boringlar. Yoqqan bo'lsa like, podpiska, sizlardan xursand bo'laman.